Kimga aytamiz? Kim bizni eshitadi, o'g'lim? Bu onaning orzusi faqatgina kichkina uy edi. Lekin bugun hamon kapada yashashga majbur. O'shani nima aytayotadi? Videoni o'tkazib yubormang. Bugun bir onaning dardi sizni qo'lingizda bo'lib turibdi. Bu onani butun O'zbekiston eslasa kerak. U kapada shamol o'tkazadigan, yomg'ir tomadigan joyda yashar edi. Onaxonning eng katta orzularidan biri samolyotga chiqish edi. Ularni biz Umra tomon jo'natdik. Turmush o'rtoqlari esa kichkina bo'lsa ham o'zini avtomobili bo'lish edi. Biz ularga avtomashina sovg'a qildik. Eng buyuk orzulari esa uy edi. Bugun mana shu uy qurib bitqizilmoqda. Ichida mehmonxona, yotoqxona, oshxona, hammom hammasi tayyor. Lekin uy hozir 90% bitgan. Qolgan 10% tugatishga mablag' yetmayapti. Do'stlar, iltimos, yana bir birlashaylik. Bu onaning umri davomida orzu qilgan uyini oxiriga yetkazaylik. Sizning birgina ehsoningiz orqali bu oila baxtli bo'lishi mumkin. Unutmang, Alloh taolo ehson qilgan bandaga 10 barobar mukofot beradi. Alloh sizni sababchi qildi. Shunday ekan, mana shu videoni butun O'zbekistondagi do'stlaringizga tarqating. Ularga ulashing, ehson qilishga majbur qilaylik. Mana shu uyni 10% ginasi qoldi. Sizlar bilan birlashsak, mana shu oilani eng katta buyuk orzularidan biri uyli qilamiz. Alloh barchadan rozi bo'lsin. Kimga aytamiz? Kim bizni eshitadi, o'g'lim? Bu onaning orzusi faqatgina kichkina uy edi. Lekin bugun hamon kapada yashashga majbur. O'shani nima aytayotadi? Videoni o'tkazib yubormang. Bugun bir onaning dardi sizni qo'lingizda bo'lib turibdi. Bu onani butun O'zbekiston eslasa kerak. U kapada shamol o'tkazadigan, yomg'ir tomadigan joyda yashar edi. Onaxonning eng katta orzularidan biri samolyotga chiqish edi. Ularni biz Umra tomon jo'natdik. Turmush o'rtoqlari esa kichkina bo'lsa ham o'zini avtomobili bo'lish edi. Biz ularga avtomashina sovg'a qildik. Eng buyuk orzulari esa uy edi. Bugun mana shu uy qurib bitqizilmoqda. Ichida mehmonxona, yotoqxona, oshxona, hammom hammasi tayyor. Lekin uy hozir 90% bitgan. Qolgan 10% tugatishga mablag' yetmayapti. Do'stlar, iltimos, yana bir birlashaylik. Bu onaning umri davomida orzu qilgan uyini oxiriga yetkazaylik. Sizning birgina ehsoningiz orqali bu oila baxtli bo'lishi mumkin. Unutmang, Alloh taolo ehson qilgan bandaga 10 barobar mukofot beradi. Alloh sizni sababchi qildi. Shunday ekan, mana shu videoni butun O'zbekistondagi do'stlaringizga tarqating. Ularga ulashing, ehson qilishga majbur qilaylik. Mana shu uyni 10% ginasi qoldi. Sizlar bilan birlashsak, mana shu oilani eng katta buyuk orzularidan biri uyli qilamiz. Alloh barchadan rozi bo'lsin.